Atalmış Uyghur Abdunum rayonunun partkom sekretari Ma Xiongruining Uyghur diyorida ziyoratga uyushtirilgan Braziliya, Vietnam, Kambodja, Turkiya, Indoneziya qatorliq davlatlarning Xitoyda turishliq bosh konsullarini kutib olgan. Xabar qilinishicha, Ma Xiongruy ulardan o'zlarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan siyosatni qo'llashni, xalqaro sahnada Xitoy uchun ovoz chiqarishni talab qilgan. 27 aprel İstanbul'un ilgirki aerodromu Atatürk aerodrom meydanında Türkiye'nin 2023 yıllık aviatsiya, alem ve texniki yarmankisi başlandı. Bu münasebet bilen İstanbul asmında Türkiye'nin küreşçi aeroplanları maharet ko'rsatib to'xtamay uçuşqa başladı. Bu yarmanka 2018 yıldan tartib o'tkazilib kelayotgan bo'lib, bu qitimqi yarmanka 27 apreldan 1 maygacha 5 kun davomlashadi ekan. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi jiddiylik bu qitim Filippinda o'zini ko'rsatdi. Xitoy dengiz qirg'iqi muhofizat atrofida qo'mondonlik organiga tava paraxotning janubiy dengizdagi talash tartishga xaditash qarab mang'an Filippinga tava charlash paraxotini to'sib olgandan keyin Amerika tashqi ishlar ministrligi Filippin tarafida ekanligini e'lon qildi. Xitoy yer shari televiziya tori 26 aprel Twitter hisobidagi ikki yozmada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anning o'zi qatnashgan televiziya programmasi yurak kesili qo'zg'alib qolganligini va oilasidagilarning doktorxonaga chaqirilganligini o'ttirib qo'ydi. Mazkur taratqudan keyin prezident Erdo'g'anning salomatlik to'g'risidagi dokladlarning dalillanmaganligini aytib, yolg'on xabarni tezlikda o'chirib etdi. Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi bu saxt xabar haqida bayonot e'lon qilib, Turkiyadagi saylovning davlatning ichki ishlari ekanligini bayon qildi hamda Xitoyning aralashishini o'ylamaganligi bildirildi. Xitoyning Tokioda turishliq yangi bosh elchisi Wu Jianhao, Yaponiya Xitoy ikki davlat munosabati 1972 yil normallashgandan buyongi eng murakkab mezgilni boshdan kechirdi dedi. Oldingi oyda tayinlangan bosh elchi Wu Yaponiya axborot klubida o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida ikki davlat o'rtasidagi eng yangi munosabat musofasi haqida to'xtaldi. Hindiston davlat mudofaa ministri Xitoyning ikki taraflik chegara kelishimiga xiloflik qilib, ikki davlat munosabatining umumiy prinsipal asosini buzganligini aybladi. Xabar qilinishicha, Hindiston davlat mudofaa ministri Rajnath Singhga ziyorat kelgan Xitoy davlat mudofaa ministri Li Shangfu bilan ko'rishib, Hindiston-Xitoy chegara rayoni va ikki davlat munosabatining yaxshilanishi to'g'risida ochiq-oshkora suhbatlashgan.